Assalamu alaikum əzizlər, hörmətli kanallarımız, kuzatuvchilar əzizlər. Bugün acayip, çıraylı, bir güzel joyda joylashgan, xonadonning o'zi ham bir güzel xonadon. 200 metr kvadratda joylashgan, 8x25. Ona tashqari pishgan karuslar, ham karush aralashib qurilgan, ajoyib remontdan chiqarilgan. Jihozlar yaxshi bo'lgan jihozi bilan sotiladi. Manzil ham zo'r. Hujjatlar ham tayyor. Bahasi ham ajoyib. Xudo xolasa ustida yana ozgina kelishib olish mumkin bo'ladi. O'tirming görseniz de batafsil ma'lumot beramiz azizlar. Manzilidan boshlaymiz. Manzili Urganchda stadionning yanında. Stadionning yanında ajoyib tuzatilgan xonadonimiz, hovli joyimiz, dumzo'r joy. Tixi joy. Shaharning любой bir yerine удобный. Transport her taraflama bor. Raycentr bozor ham yaqin, Darital ham yaqin, Urduga ham yaqin desangiz bo'ladi. Agar Urduda vatandoshlarimiz balalaringiz yoki aqtiqlaringiz o'qiydi bo'lsa, shular uchun hovli joy bermoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, bom bo'laveradi. Ajoyib joy. Ko'chadan kirishdik. Girganimizdan rakoynalar o'rnatilgan. Manzili shu aytganimiz stadionning yanında, Xudo xolasa. Yashasida muammosi yo'q xonadon. Bax taraf ham ajoyib, katta bax taraflari qolgan. Girganimizda rakoynalar o'rnatilgan. Suv suyet gazdan muammo yo'q. Azizlar, aynasini açıp qo'ygan, konditsionerlar qo'ygan qoladi. Qacho'llarim ajoyib etib, chiroylatib, telanib, jo'zitib, hamma yerini saqlab qo'yibdilar. Kirganda planirovkamiz. Zal, dalanimiz görtüsadım, jean, 2 spalni, izillik el, bir de sanuzul, keyin kuxnya, keyin bax tarafına tushgan. Registrli o'tirilgan. Oyoqtilar taxta polla etilgan. Ajoyib etib, g'alalar tashalgan. Devorlarimiz ham yarki görünüşte, altın suyet, ak suyet aralaş, aboylardan faydalanıyor. Dalanımıza mezlikce tabi 3,50 360, 370 lira ya 380 lira yenine. Uzun asanam 10 metre boyu şöyle aşağıdır. Patolog kısmım hem de galagelle koyulgan, ortada çaylı lüstron atılgan. Bir televizer getirdi. Hepin her şeyim kaladı. Hallar kaladı, konditsionerli ornatılan 18'lik mene düşünüşüm boyunca katta konditsionerle ornatılan varım kaladı. Yanımızda zal kısmı chiroyli perdeler o'rnatilgan, g'allaq tashalgan qoladi, televizorlar yangi getirayotganim. Böyle mebelga qolsa qoladi, kerakligini siz aytib Lichniy veshga ketadi. Bu texnikalardan bir ikisi ketadi, bir ikisi qoladi. Yerimiz ham где-то bir 3,5 metrli bor, 3,5 metrli bor. Yenine 8 emas, 9 bordir o menimcha. Ajoyib xonadon, ajoyib taxlanib o'sha tayyor holatida faqatgina girasizlar, yashaysizlar. Dalanımız yani ekranda giyindim, ajoyib, zo'r, yaxshi olingan narsa. Unda spalnimiz, birinchi spalnimiz ya'ni bir lichniy veshlar ketadi, bu tremos qoladi ekan, bu ketadi, keyin shkaf qoladi ekan. Xonamiz, berimiz ham chiroyli, ajoyib aboylardan chiqarilgan. Endi kamukak, yoqmasa o'zgartirasizlar, yaxshi olib qolasizlar. Oyoqtelar pollatilib, kraskasinacha surtilibdi. Şunu görün işte, xonam kichkina emas, keng görtüsü palnasenli, keng hammasi sig'ib, o'rnida turibdi. İnternet babida bunday narsalardan muammo yo'q. Yanimiz sanuzu. Şunu görün işte, yanımızda kuxnyamiz. Kuxnyada kuxnya mebellar qoladi. Endi bu texnikalar ketadizlar. Bu texnikalar. Kuxnya mebeli bor, gaz plita bor. Gaz plitangiz ham tayyor. Endi bular ketadi dedilar. Menimcha ketadi dedilar. O'xshaydi. Toshchalar shundan beğendiğine ko'rsa. Aynalar plastik ramlarından erish o'tkazinacha qo'yilgan. Berimiz ham boydan chiqarilgan. Shuni görün işte, kuxnyamiz keyin yonimizda. Yana registrli bir bo'ldi. Dalanlar yanında yana bor. Gaz, suv, suyet, diğer narsalarda internet, transport, yashasida muammo yo'q. Maktab bog'chani qo'yib qo'yib dolu qatib. Birdan registrli o'tirilgan. Prixojniy mebel endi shuna qo'yasizlar. Bom qoladi. Холодильник, 2 qavatli холодильniklar tayyor holatida ekan. Холодильniklar ham qoladi. Kuler ketadi, bu ketadi. G'alla qoladi. Berimiz ham chiroylatib, zo'tilib tayyor holatida. G'alalar yine görtüsler hem bir taşalgan mal işleydi, chiroylatib tashab qo'yibdilar. Bax taraf ham zo'r, azizlar. Ya kichkina emas, ya dumamurla emas. Ajoyib lekin chiroylatib zo'tilib turibdi. Yine şu chap tarafimizda yine
tapçanlarını koyup koyacağız da olan defasında veysetilgen. Ana meyveli daraxtlar eşelgen. Sula çıkarılgan, hem bir kurgova istiyashke. Appak etib fasadlarından ötüp gittiler. Hacatxana samba köçede ve ahırda. Beyanımızda Liddi kuhnya versiyonu oradaki yerimizi inansal. Ana elçelerini güllene yiyip, kiraylet yiyip, ortada tapçanı koyup, oturağın cəhət koysaz da buladı. Yine sizlere gösterip bırakmak bu hanadanmışı. Dokumentleri bak, görgüsler, üzerimiz gördük. Doğru indi gösterkenimizden makul değil, her gün lezzet oladı. Çünkü gördük gözlerimiz bak. Hem de gelen sizlerden üstünde ilgisi bile söyleşip alasın. Zaralaşmıyoruz pul suluna başka ensesine. Gelesi özleri bile özlere söyleşmiyor. Çesoma gelesizler bize fark yok. Çünkü ana Xuda xalasa müracaat üçün yəni telefon rəqəmlə yazılğan. Əgər də bizlərə xidmətiniz olsa, bizlərin telefon rəqəmlə bank olunuz qismimizdə yazılan bemal telefonsizə öyrənizi şunu sağlıqlı reklama qılıb verərik. Bahasına toxtalab izləyicilər, bahası 820 milyon som aytılıb tutdu. Az qına gəlişənlər üstündə. Xuda xalasa yenə cihazları bilən bu nərsələri mən xaladı doğru girib bemal yaşasınızlar bu. Güzətkələr üçün rəhmət diləyirəm. Sağ olun, salamat olun izlə. Keyin gecələrimizdə görüşəcək.